Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun biz sizlar bilan Python'ni asosi bo'lgan print funksiyasi bilan tanishdan boshlaymiz. Print bu oddiy printerga o'xshagan rasmlar chiqarish o'xshagan narsa bo'lib, unda siz istalgan tekst yoki sonli raqam turdagi ma'lumotlarni chiqara olishingiz mumkin. Unda biz print deb boshlab, print tekst ma'lumotlari uchun avval ikkita qo'sh tirnoq ochib olamiz. Python olamiga sayohat sayohatimizni boshlaymiz. String turdagi ma'lumotlar chiqarish turdagi oson. Buning uchun run tugmasini bosamiz va Python olamiga sayohatimizni boshlaymiz. String turdagi ma'lumotlar ikkita qo'sh tirnoq ichida har doim yozib olinadi. Raqam turdagi ma'lumotlar esa bizda oddiy printga qo'sh tirnoq ochib bostirib yozishni boshlaymiz. Masalan, 2 raqam chiqarib ko'ramiz. 3 raqamni almashtirib ko'rsak bo'ladi. Masalan, 100 katta raqamlarni ham chiqarishi mumkin. Endi siz bemalol o'zingizni string va oddiy integer xohlasangiz, raqamli bo'lakli raqamlardan ham chiqarsangiz bo'ladi. Bo'lakli, sonli, o'nli, kasrli raqamlardan. Unda biz printda murakkabroq ikkita stringni chiqarishdan boshlaymiz. Salom. Very good. Mening do'stim bitta qo'sh tirnoq ichida. Bunda siz ikkita raqam yonma-yon satr ko'rinishidagi ma'lumotni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xuddi shunday raqamli ma'lumotlarni ham yonma-yon chiqarsak bo'ladi. 5, 7. Demak, siz qo'shimcha sifatida bulardan biz kalkulyator yozsak ham bo'ladi. 5 qo'shuv 7. Javob 12. Xohlasangiz 4 amal ko'paytirish yulduzcha amal bilan ko'rsatiladi. Yulduzcha bo'lish esa tag chiziq amali bilan Pythonda ko'rsatiladi. Yaxshi. Endi ayirish funksiyasi ham xuddi shunday oddiy. Bugun sizlar bilan print ichidagi raqamlar va string ma'lumotlarni chiqarishni birgalikda o'rgandik. Darsimiz yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.